Yana bitta Captiva'miz keldi gaz qo'yishga mana. Bu Captiva'mizga 3lik motor ekan, 3-pakalini qo'yib beryapmiz. Bunaqa Laydo ikkita reduktor bilan datchiklari, kulchatirlari ichkarida mana обычный oddiy Nexia Lacetti Gentra'larga tushadigan 3-pakalini Lacetti'nikidan bo'lgan kulchatirlari. Mana bu emulyatorlari. Bu Captiva'mizga ikkita reduktor bilan chiroyli o'rnatib beramiz. 265 talik. Danligi 250, 270, shaharchi 200 yuradi. Tortishlari idealniy zo'r bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Hamma mashinaga ustanovka qilib beramiz. Hamma mashinaga mana gaz balonlarimiz bor, bu yerda metanniki. Mana yerda propanniki, zapaskan joylariga, silindrlari hammasidan bor. Yerda bitta kobaltimizga ustanovka qilyapmiz. Mana yerda Cherry 8 Pro. Bunga metan 90 talik. O'sha X reduktor Adax degani miyalari Porsche'niki bo'ladi, original. Arsunkasi mana shtrix kodlari bor. Originalda. Va so'nggi oxirgi Malibekimizga ham 100 talik gaz bilan qo'yib berdik. Bu ham 200-250 km yuradi. Bunga ham moddiy 3-pakalini qo'yib berdik. 4+4-pakalini qo'ysa ham bo'lardi endi. Shunday ham yuradigan zo'r qilib berdik akamizga.